Aksiyada sliperlar 25 ming ekan, mana sizga 30 ming. Ha, 30 ming. Sizga 5 ming sdachi berishim kerak, to'g'rimi? Menda 5 ming sdachi yo'q edi. Agar menga yana 5 ming bersangiz, sizga 10 ming yaxlit beraman. Hozir men sizga 30 ming berdim-ku, nima yana sizga 5 ming berishim kerak? Yo'q, tushunmadingiz. Hozir siz menga yana 5 ming bersangiz, men sizga yaxlit 10 ming so'm sdachi qaytaraman-da. Yo'q, siz meni tushunmayapsiz. Sliper 25 ming, lekin men sizga 30 ming berdim. Nega yana 5 ming berishim kerak? Qarang. Mana sizni 30 ming pulingiz, men sizga 5 ming sdachi qaytarishim kerak. Siz menga yana 5 ming bersangiz, men sizga keyin yana 10 ming qaytaraman. Meni pulim nima yurvashqa bo'lib qoldi? Boray, senga sotaman, xo'pmi? Mana puling, bu meni sliperim. Aksiya kuni do'konimizga kelganida 25 ming so'mga orqamda turgan Xitoy mahsuloti bo'lgan qiz hamda o'g'il farzandlarimiz uchun ushbu sliperlarimizni ochilish munosabati bilan 25 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. 3 oylikdan boshlab 18 oylikgacha bo'lgan o'g'il hamda qiz farzandlarimiz uchun Xitoyda ishlab chiqarilgan ushbu sliperlarimizdan bor 25 ming so'mdan aksiyada xarid qilsanglar bo'ladi. Ishlab chiqarilgan matosi, havo o'tkazadi, mazax qidirasida ustilarida bor yo'qligi ham bilinmaydi. Sliperimizdagi rasmlar ham tiniq tushirilgan, ranglari chiroyli, bahorga mos, yorqin ranglarda olib kelganmiz. 25 ming so'mdan barcha 9 ta filiallarimizda 2 kun 15-16 mart kunlari. Faqat yangi filialimizda esa 5 kun aksiya narxida xarid qilsanglar bo'ladi.